Bu aslida chiqib kelgan joyimiz. Bu yer. Bu yerdan juda chiroyli joy ko'rinadi va tepaga qarab yo'l oldik. Ve suvenirlar sotadigan joylar. Juda chiroyli, manzarali joylar. Sizlarga ko'rsataman. Mana bu daraxt shu yerda ekilgan. Turganimizda anchagina baland. Bu yerdan shaharni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli joylar. Endi yana ko'tarilamiz. Ko'tarilganimizda juda chiroyli manzarani ko'ramiz. Mana bu yerdan to'liq ko'rsanglar bo'ladi. Butun shaharni ko'rsanglar bo'ladi. Davlat shahri. Mana bu joy bizni davlat shahrimizdagi Eyfel minorasi ekan. Fransuzlar bosib olganda shu joyni ko'rishgan ekan. Juda chiroyli joy.